O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 22-iyuldan 25-iyulgacha ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-23-iyulda 30-35 daraja, 24-25-iyulda 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 22-24-iyulda 32-37 daraja, 25-iyulda 34-39 daraja bo'ladi. Keyin Jizzax, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 22-23-iyulda 30-35 daraja, 24-25-iyulda esa 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-iyulda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha ham kuchayadi. Harorat kechasi 22-iyulda 24-29 daraja, 23-25-iyulda esa 22-27 daraja, kunduzi 22-23-iyulda 34-39 daraja, 24-25-iyulda esa 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 22-23-iyulda 30-35 daraja, 24-25-iyulda 32-37 daraja bo'ladi. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.